Siz Xudoga to'liq ishonsangiz nima bo'ladi? Bilasizmi? Bu savolga javobni Jorj Myuller hayoti ko'rsatgan. Jorj Myuller Xudoga ishonch namunasi. U Angliyada 10 mingdan ortiq yetim bolaga boshpana bergan. Eng hayratlanarlisi, u hech qachon hech kimdan pul so'ramagan. Faqat bitta narsani qilgan: duo qilib, Xudoga ishonib yashagan. Bir kun ertalab uyg'onishdi. Stol tayyor, bolalar o'tirgan, ammo bir dona ham ovqat yo'q. Myuller esa o'tirib Xudoga duo qildi. Rahmat Robbim bergan rizqing uchun. Hali hech narsa bo'lmagan bo'lsa ham. Shu payt eshik taqilladi va nonvoy kirib keladi. Bugun tunda uxlay olmadim. Xudo menga sizlar uchun non pishir deganday bo'ldi go'yo, dedi va issiq yangi nonlarni bolalarga taqdim qildi. Oradan bir soat o'tmay yetimxona yonida bir sut tashuvchi arava buziladi. Buzilgan aravani bolalar tuzatib berishadi va aravakash aytadi: "Baribir aravani tuzatguncha sut yaroqsiz bo'lib qoladi. Oling, sizlarga beraman." Bolalarga chanqog'i qoldirishiga yetarlik sut bor edi. Kimdir shunday degan: tasodif bu Xudoning anonim qolishi uchundir. Jorj Myullerning hayoti shuni ko'rsatdi. Ishonch orqali mo'jizalar sodir bo'ladi. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing va Biznes Rivoj kanaliga obuna bo'ling. Chunki haqiqiy ilhom beruvchi voqealar hali oldinda.